Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiya ve vaziyetimiz leksiya da sadaqacı roza. Washington'da sözdeyimiz vatandaş bugünkü islağa 2024 yıl 7. ayının 1. günü haftaga düşenbe. Bugünkü vaziyetimiz yoki leksiyamiz desek tuniga sizlarga so'zlagan shunaqa bir gapni qildik. Rossiya barliq mudofaa istehkomlaridan yoki mudofaa qilish kerak bo'lgan rayonlardan asta chekinishga boshladi. Ya chekindi emas, mudofaa qilish vazifasini yoki mudofaa qilish iqtidorini, askariy qismlarni iqtidorini tashladi, bularni voz kechdi dedi vatandaş. Endi bugunlardan kelayotgan xabar nima desangіз? Bugunlardan kelayotgan xabar bugun 3 kun bo'lgan edi. 3 kundan beri bir xabar o'ttirg'i chiqdi. Bu xabarning mazmuni nima desangіз? Çavuşan Rossiyaga yordamlashib, Ukrainaga askar chiqaradi degan gap edi vatandaş. Men bunga ishonmay hozirgacha sevirilib keldim misalda. Bugün endi Canan'ın nazari tor yoki video film ishlash kanalida Canan efendi shundoq dedi ki, hozir Rossiyaga Çavuşan 20 ming kishilik askariy qo'shin yo'llaydi. Endi bunga ishonmay bo'lmadi-da, endi bu Canan degan davomli shu yo'lda harakatda yoki obzor bilan shug'ullanayotgan odam. Men shuning asosan bugungi Rossiya Ukraina urushiga munosabatlik. Masalan, hozir Ukraina tayyorlik qilyapti. O'tgan dedik-ku, tinchlik plani, pat yaqinda urushni oxirlashtirgan tinchlik plani elib chiqmoqchi bo'lyapti degan bir so'zni sizlarga topshirdik. Endi ikkinchi yo'lda biz bugun musha xabar kelganda masalan Çavuşan Ukrainaga qarshi Rossiyaga yordamlashib askari chiqaradi urushga deganda mandaq bir mavzu qo'yildi. Prezident Zelenskiy kuldi. Jungo'nun reisi Xi Jinping yig'ladi. Endi bu yerda Zelenskiyning kulishi oxirgi hisobda Jungo o'zining maydonini oshkorladi. Çavuşan Jungo munosabati Iroqdagi Sharqiy Shimoliy Osiyoda intayin jiddiy munosabat, yaqinchiligi intayin chunqur munosabat. Bundaq aytganda Çavuşan Jungo bu ikki davlat Sharqiy Shimoliy Osiyoda bir tahdid. Bu qatam Çavuşan askar chiqardigan bo'lsa, demak Jungo mu ham Çavuşan ham o'zini oshkorladi deganlik. İkinci reis Xi Jinping yig'ladi degan so'zning ma'nosi vaziyat, reis Xi Jinping uchun hozir intayin xatarlik bir paytda. İntayin xatarlik bir paytda turayotganning ustiga yana g'arb dunyosi besim bilan Rossiyaga yordam berishini to'xtat deb davomli so'zlab kelayotgan, besim ustiga besim kelayotgan shundaq paytda Çavuşanning bu darajada tavakkalchilik qilib Rossiyaga yordamlashib Ukrainaga askar chiqarishi vaqtida reis Xi Jinping uchun hal qanday yig'laydigan ish bo'ldi. Besim asib turganda, o'zini yoshirolmayotganda, bunga javob berish, javob topolmayotganda Çavuşan askari chiqadi degan gap amaliyotda to'liq bo'lmasa-mu ma'no mazmuni Çavuşan bilan Jungo degan ikkisi bir davlatga vatandosh. Shunaqa, mana qarab baqing, mana ekranda. Yevropa ve Asya'daki do'stlar arini ittifoqlashtirib, Jungo ve Rossiyaning tahdidiga o'rtaq taqobil turdi deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Mushundaq mavzuliq bir xabar ya video film 7. ayning 1. kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi vatandosh. Yani yuqorqi vaziyatlar bu so'z moslashdimi? Hozir bu ham to'rbet video filmda kelyapti. Hatto buning yozma xabarini ko'ramiz. Ondan mana Çavuşan Ukrainaga 20 ming kishilik harbiy qo'shin avatmoqchi bo'ldi. Canan'ning nazari 7. ayning 1. kuni vatandosh. Endi yana prezident Vladimir Putinning ümidsizligi
Reis Kim Jong-un'ga telegramma avatib xushomat qildi. Va yozma shakldagi xabarimda buning nimda mavzuli xabar 7-ayning 1-kun Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Osiyoni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin Çavuşen'nin rəhbəri Kim Jong-un'a bir parça telegramma avatdi. Telegramma da mundaq deyildi. Qadirlik Kim Jong-un, sizga samimiy rahmat aytaman. Biz Çavuşen'de ziyorat qilganda Rossiya vakillar umiga shoh bilan kutib oldingiz. Bu telegramma diyene mundaq deyildi. Ziyaretimiz alohida ahamiyatli bo'ldi. Moskva bilan Pyongyangning strategik munosabatini misli ko'rilmagan bir darajada yuksaklikka texmi yuqori ko'tardi. Her qaysi sohalar bo'yicha obdan hamkorlashdi. Rossiya Çavuşen. Hozir Rossiya urushni davomlashtira olmaydi. Endi tahlil qilaylik. Hozir Rossiya urushni davomlashtira olmaydi. Davomlashtirish deganning o'zi har kuni urush qilishga uning bir askariy kuch yetishmaydi. Ikkinchisi orqa safdagi mulozimat yetishmaydi. Üçüncüsü o'q dori yetishmaydi. Shu narsalarning hammasi Jungo ta'minlaydi deyli. Hozir Jungo buni bilan ta'minlashga unida madar qolmadi. G'arb dunyosining besim ostida Jungoda bu to'g'rida madar qolmadi. Hozir bir necha shirkat Rossiyaga munosabatda katta bankalar boykot qilindi vatandosh. Bunga da Jungo o'zi bardoshlik berolmaydi. Şuna hozir prezident Vladimir Putinning oldida urushni g'alaba qilish bu mumkin bo'lmay qoldi. Urushni davomlashtirish bu mumkin bo'lmay qoldi. Shundaqli urushni mag'lub bo'lish buni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin Ukraina urushida mag'lub bo'lishni hargiz qabul qilmaydi, ravo ko'rmaydi. Üçüncü yolda hazır Rossiya Federatsiyasi yoki Rossiya armiyasi hamda bardoshlik berolmadi vatandosh. Shuningdan aytsangiz hozir Zelenskiyning prezident Zelenskiyning kulgini va rais Xi Jinpingning yig'lig'ini endi Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning bardoshlik berolmagini hammasi qo'shib kelsangiz, demak shu bugun bilan ertaning ichida shunchalik vaqt tezlik ichida Rossiya gumron bo'ladi deb hukm qilishga bo'lamdi vatandoshim. O'ylab boqing. Masalan alayli, biz ayni chog'da sizlarga leksiya so'zlaganda mening esimda Chalopol esimda qolibdi, sizlar esinglarda bormi yo'q? Rossiya yemirilgan kuni Jungo Kompartiyasi orqasida gumron bo'ladi degan edi. Hozir Jungoning ahvoli bilan Rossiyaning ahvolini solishtirsangiz, hozir Jungo o'z xalqi bilan urushyapti. Jungo Kompartiyasi tunigun yezilarni kommunallashtirish. Ondan keyin bugun qaysi birisining to'rbeti hozir keldi. To'rbetida kelishcha uy imoratlar boj sistemasi, ya'ni turalg'i uylardan boj elish. Bunun uchun nurg'un harakat qilib, hozirgacha yo'l qo'yolmagan edi Jungo Kompartiyasi. Bu xabar yana kelibdi. Demak, boj masalasi arliq dedikmi? 30 yillik bojni qaytadan tekshirish, qaytadan hisoblash. Bu xalqqa urush e'lon qilish degan gap vatandosh. Yanchug'ida bir tiyin puli qolmagan fuqarolar urush e'lon qilish deganlik bu vatandosh. Bankalarni tuniga so'zildi. 40 necha banka taqaldi dedi vatandosh. Hozir Jungo iqtisodi mush holatda o'zining holi shundoq turganda kelib Rossiyani qo'llaydi, bu mumkin emas. Shunga Rossiyaning ichki ahvoli urushga bog'liq qoldi. Gumron bo'lishning shartlarini hozirlab bo'ldi desangiz. Jungoning ichki ahvoli ham Rossiya Ukraina urushiga bog'liq qoldi. Jungo ham o'zining ichida o'zining gumron bo'lishning shartlarini tayyorlab bo'ldi vatandosh. Oxirida hozir bu yerda bir abzas yana
Sizlarga aytadiganimiz nima desiniz? Boşun Torbiti yoki Boşun şirketi deydigan bir şirket Torbiti bor edi. Bir kun bor, bir kun yo'q. Shunday yo'qolib ketgan. Shuning bir obzor suva Jangje deydigan bu yuqori ma'lumotli odam bugun shuning bir og'iz gapi kelibdi. Shu gapni vatandoshlarga aytaylik, yetkazaylik endi. Ekranda nima deydi Jangjedan? Tam öğreley degende hamma odam kelib tomni ishtirdi deydi. Sen qurilish qilingan bir tom öğreley degende hamma odam keladi, ketmanka kakisini ko'tarib, paltisini ko'tarib kelmasa bu ketmanni ko'tarib keladi. U shu tomni öğreley degan tomni hamma odam ishtirdi deydi. Ukraina qisqa vaqt ichida urushni oxirlashtirdi. Prezident Vladimir Putin ümitsizlendi. Jangjening qiziq nuqtasi. Demak, hozir Prezident Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasi, hatta Rossiya armiyasi hammasidan bardoshlik berishga, davomli bardoshlik berishga hol oqti qolmadi. Xuddi langishib qolgan tomdek turganda hamma odam kelib buni ishtirdi, bu og'dirildi, bu gumron bo'ldi. Bugungi Jangjening qiziq nuqtasiga oxiri xulosasi yo'q. 6-ayning 16-15 kunlari Shvetsiyada ochilgan 100 davlatning yig'ini oddiy ish emas, vatandosh. Buni biz ko'rib yetadigan darajada bo'lolmasakmi? Bu 100 davlat qatnashdi Ukraina tinchlik suhbatiga. Bu besem Rossiyaga ham, bu besem Jungoga ham. Jungo berib qatnashamadi u. Jungo taklif qilmadi, Rossiya taklif qilmadi. Bunun o'zim bir azordanga. Bu Rossiyani qo'yib turing, urush qilayotgan davlat deb uni qo'yib turing bir tarafda. Urush qilmayotgan, bir kuni teshikdayotgan, urushni oxirlashtiraylik deyotgan, yolg'on so'zlayotgan, yolg'onchilikni xalqaro bozorga tashlayotgan Jungodek bir davlatchi uni taklif qilmadi degan so'zning o'zi bir ahonat. Bir ahonat vatandoshim va Jungo buni ko'tarib o'ltiribdi. Bugun endi Rossiya to'g'risida, Ukraina to'g'risida ki bu yetib kelgan xabarlar qarasangiz, hisobda hozir Rossiyaning taqdir qismati urushga bog'liq qoldi, ojizlidi, balki oxirgi bir palla, oxirgi bir nuqtada bir ish hukm bitirib tura olishi mumkin. Rossiya gumron bo'ldi degan kuni Jungoning taxtini 24 soat ichida. Jungoning masalasi 24 soat ichida bir taraf bo'ladi vatandosh. Bunga nisbatan bilgichi Allah. Anda Amerika Qo'shma Shtatlar bu vaziyatni 5 qo'ldak tizginlab, 5 qo'ldak bilib turayotgan birdan bir davlat Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga yordam berayotgan davlat vatandosh. Yordam berayotgan davlat anda Yevropa, andan G'arb dunyosi. Bu urushni masalan Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini oxirlashtirish, oxirgi hisobda Osiyoda mustabid imperiya Jungo kompartiyasining siyosiy tuzumini va imperiyalik xususiyatini aytganda mustamlika sistemasini ag'dirish payti yetib keldi deb o'ylamoqdaman.